Buni yumshoqqinaligini ko'ryapsizlarmi? Mazaliligini yo'q gapirmasa ham bo'ladi. Super mega shokoladli tort. Hozir shu tortni tayyorlanishini sizlarga ham ko'rsatib beraman. Ishni biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Elakdan 160 gram un, 40 gram yaxshi kakao, 10 gramdan sifatli razrixlitel va vanilin shakarini o'tkazib, hammasini aralashtirib qo'yamiz. Alohida idishga 5 dona tuxum, chimdim tuz hamda 200 gram shakar solib, quyuqqina ko'pik bo'lgunicha taxminan 10-15 daqiqa miksirlashimiz kerak. Qancha quyuq ko'pirtirsanglar, biskvitingiz shunchalik ishib zo'r chiqadi. Ko'pirgan tuxumga 80 ml xona haroratidagi sut va 100 ml o'simlik yog'ini qo'shib, yana nomiga miksirlab olamiz. Endi quruq mahsulotlarni tuxumga qo'shib, lopatka yoki venchik yordamida qimoqlarni qoldirmasdan sekin aralashtiramiz. Biskvit xamiri shunaqa quyuqqina ko'pikka o'xshagan bo'ladi. Xamirni pishiriq qog'oz solingan listga qo'yib tekislaymiz. Biskvitimiz 170 darajada qizib turgan duxovkada 15-17 daqiqa atrofida pishadi. Biskvit juda ham yumshoq, shuning uchun qog'ozini shilmasdan sovigan biskvitimizni avval chetlarini kesib tekislab olamiz. So'ng biskvitni teng o'rtasidan bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Krem uchun yumshoq xona haroratidagi 350 gram sariyog' kerak bo'ladi. Men doimgidek mazali va sifatli kallik sariyog'idan foydalanaman. Sariyog'ga 20 gram kakao qo'shib ocharguncha miksirlaymiz. Endi bunga xona haroratidagi mazali halol zaychik zgushonkasidan 350 gram qo'shib, massani miksirlashda davom etamiz. Juda ham mazali shokoladli krem tayyor. Endi tortni yig'sak ham bo'ladi. Biskvitimiz rosa yumshoq, mayin bo'lib chiqqan. Uni yanada sochli bo'lishi uchun shirin suv yoki sut bilan namlantiramiz. Tort chetlariga ham ozgina krem qoldirgan holda korj ustiga kremni surib tekislab chiqishimiz kerak. Ustidan ikkinchi biskvitni yopib, yonlarini ham kremlaymiz. Hamda chetlaridan chiqqan biskvit bo'laklarini urvoq qilib bezatamiz. Glazur uchun 100 gram issiq qaymoqga 160 gram shokoladni aralashtirib, ushbu glazurni tort ustiga qo'yib bezatamiz. Xohishga ko'ra tort chetlarini maydalangan yong'oqlar bilan bezatsanglar bo'ladi. Tortni tayyor bo'lgan zahoti kesib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Buni kesilishini ko'ryapsizlarmi qizlarjonlar? Yumshoqqina chaynash ham shart emas. Sariyolari yumshoq paytda zo'r ketadi. Xullas, albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Retseptni yaqinlaringiz bilan bo'lishib, like va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda qo'yib ko'rishguncha xayr.